Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana xudo xolasa yana bitta skuterimiz keldi. Monster skuterimiz. Bu Monster skuterimizni miyasiga suv to'lib qolgan. Mana ko'pchilikdan iltimos qilamiz. Mana shu tagiga paket qo'ymaylar. Mana bu tagida teshiklari bor. Teshiklarni yopib tashaganlar. Bu teshiklardan suv tushib ketadi. Bo'lmasam teshiklar to'lib qoladi. To'lib qolgandan keyin suv to'lgandan keyin mana uni ichiga suv kiradida, keyin zamikani bo'ladi. Tepadan suv kiradi обязательно. O'taydi teshiklari suv tushib ketish uchun. Bu zamikani bo'lgan miyasi. Keyin pilusga zamikani kelgan asosan. Pilus zamikani kelgandan keyin gazruchka ham ketgan. Gazruchkada pilus keladi. Gazruchkada emas, imенно kalzamoyda pilus bo'ladi. O'sha kalzamoy pilusiga zamikani kelgan, gazruchkani ham miyani ham kuydirgan. O'shani hisobiga Xohlasa Monsterga bunaqangi miyamiz kelgan. Xohlasa mana shu miyamizni o'rnatib beryapmiz. Zavodskoy bo'lmaydi. O'zlaring oddiy qilib ulasanglar ham miyani kuydirib qo'yasizlar. Uni perdelka qilib ulash kerak. Xohlasa bitgandan keyin ham bitta ko'rsatib o'taman. Mana shuni ustiga ehtiyot bo'linglar. Tayini paket bilan uramanglar, keyin bunaqa skotchlab tashamanglar. Bu suv buni yo'llaridan, yo'llarigacha qilib o'rganlar. Demak, teshiklari bor. Teshiklardan suv qo'yib yuborish kerak bu.